Alloh taolo bizlarni yaratayotgan paytda o'zini qanaqa ko'rgisi kelgan bo'lsa, mana shunday yaratgan ekan bandasini. O'zimni qanday ko'rgim kelsa, xuddi shunday qilib bandasini yaratdim der ekan. Va o'zimni kuchimni ham mana shu bandasi orqali sinab ko'raman. Allohning kuchi bor, lekin qo'li, oyog'i, ko'zlari, quloqlari yo'q. U faqat buyuk kuch bo'ldi. U faqat buyuk kuch bo'ldi. Uni kuchini biz ishlatamiz. Uni kuchidan biz olib yaratamiz. Toshkentni quramiz. Toshkent City quriladi, ikkitajli uylar quriladi, mashinalar chiqaramiz, telefonlar chiqaramiz, batallar chiqaramiz, ko'ynalar tikamiz, materiallar chiqaramiz, sochlarimizni bo'yaydigan kraskalar chiqaramiz. Hayotni go'zallashtiramiz. Biz, siz bilan biz. Allohning kuchini biz ishlatamiz. Ya'ni bandasi orqali u o'zini kuchini sinab ko'ryapti. Nimalarga qodir ekanman men deb. Allohning o'zi, misol uchun, men bu bakalni Alloh qila oladimi? Qila olmaydi. Qila olmaydi. Qanchalik buyuk bo'lmasin, buni bandasi qiladi. Bandasiga esa kuch-quvvat berib turgan Alloh taolo. Tushundira oldimmi? Mana telefonni ham masalan Alloh chiqarmagan, mashinani ham, mana uyni ham, mana pardalarni ham, hammasini bandasi qilibdi-ku. Atrofingizga qarang-da, nimaki ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi bandasining qo'li bilan bo'lyapti. Lekin olam Alloh taolo yaratgan. Tog'larni, bog'larni, suvlarni, yulduzlarni, osmonni, misol uchun oyni, kunni, mana shuni hammasini Alloh taolo yaratgan. Lekin uni olami, katta olam Alloh taolaniki. Uni ichidagi siz o'zingiz olamingizni yaratasiz. Oltin xonim o'zini olamini yaratadi. Xohlagancha kuchni Alloh taolo berib turadi. Siz masalan ismingiz Feruzami, siz o'zingizni olamingizni yaratasiz. Baxtiyormi, u o'zini olamini yaratadi. Har bir odam o'zini olamini yaratadi. Mana shuning uchun ham biz yaralganmiz, biz yaratuvchimiz. Biz yaratuvchimiz deganda biz olam yaratib qo'ymaymiz, uni egasi bor. Biz o'zimizni olamimizni yaratamiz. Ya'ni qaynonamizni, qaynotamizni, mana shu uyimizni, xonadonimizni, ya'ni sizni o'zingizni olamingiz bor-ku, atrofda qanaqa odamlar bor? Atrofingizda qanaqa odam bo'ladigan bo'lsa, o'shani hammasini siz yaratgansiz. Sizni energiyangizga mana shunday odamlar keladi. Siz yomonsizmi? Atrofingizga yomon odamlar keladi. Siz yaxshisizmi? Sizni atrofingizga yaxshi odamlar keladi. Sababi tashqari olam bu bizning ichki olamimizning oynasi, aksi, отражение.